Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, hurmatli vatandoshlar. Agar kimgadir gazoblok, shlakoblok, penoblok, g'isht terish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, master-klass ustalarimiz bor. Ishlarga javob beradigan pastda nomerlarni qoldiramiz, xudo xohlasa. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bemalol aloqaga chiqib gaplashishlaringiz mumkin. Ustalarimiz haqiqatan ishlari zo'r. Xususan o'zim shu ustalarga g'isht terdiryapman. Qanchaki imorat bo'ladigan bo'lsa, zabor, devor bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi holatda chiroyli holatda terib berishadi. Ishlarga javob sifatli va arzon shaklda. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Mene de beddua ettirdiler ya, ciğerimi yakan ciğerin yansan. Bu nasıl insanlık, bu nasıl dünya? Ciğerimi yakan ciğerin yansan. Bu nasıl insanlık, bu nasıl dünya? Ciğerimi yakan ciğerin yansan. Bu nasıl insanlık, bu nasıl dünya? Ciğerimi yakan ciğerin yansan. Bu nasıl insanlık, bu nasıl dünya? Davrda davronun sürüp ketadi, ishlari oldinga yurib ketadi. Yiqilsa o'rnidan turib ketadi. Sinmaydi yigitning maridi, sinmaydi. Qadriga yetadi to'qchilikni ham, ko'nglini olar oz ko'pchilikni ham. Amallab yengadi yo'qchilikni ham. Sinmaydi yigitning maridi, sinmaydi. Sinmaydi yigitning maridi, sinmaydi. Ko'ksida cho'g' yurak zarbi tinmaydi. Bir kuni maqsadga yetadi albat. Mardlarni Allohim o'zi qo'llaydi. Sinmaydi yigitning maridi, sinmaydi. Ko'ksida cho'g' yurak zarbi tinmaydi. Bir kuni maqsadga yetadi albat. Mardlarini